O'zbekistonga Yandex.Market kirib bordi. Judayam rivojlanish yaxshi bo'lyapti. O'zbekistondagi turgan insonlar Yandex.Marketda misol o'zini ishini olib borsa bo'ladimi? Albatta O'zbekiston yetakchisi bilan olib borsa bo'ladi. Agar prodaja O'zbekiston hududiga ketgan bo'lsa, agar shunaqa bo'lsa, bilmadim, chunki Ozon Wildberries'da bo'lmadi. Chunki bizda Uzun Market bor. Uzun Marketni yenga olishmadi. Chunki nimaga? Bu yerda skorost dostavka juda ham muhim. Siz zastavkadan keyin tovaringizni ertaroq qilasiz, to'g'rimi? O'shaning uchun Uzun Marketni bu ikkala polosada yenga olishmadi. O'ylaymanki, Yandex.Market ham yenga olishmaydi. Yandex.Market ham Uzun Marketni yenga olmaydi. Uzun Marketda skorost dostavka juda ham tez. Почти hamma viloyatlarda ikkitadan yoki undan ko'proq yoki bittadan o'zini skazlari bor. Значит, так, Wildberries Ozon kirib bordi, Yandex.Market ham kirib bordi O'zbekistonga. No, hali o'ziga yarasha auditoriyani yig'ib olgani yo'q, skladlarni deyarli qurgan ham yo'q demoqchisiz. Значит, Uzun Market именно o'sha O'zbekiston territoriyasida juda ham aktualni hozir rivojlanib ketgan. Senga hech kim qilib bermaydi nonushta, foydasi bo'lmagan va bo'lmaydi nolishdan. Qo'rqma hayotda o'zingnikini olishdan, qo'rqim bir umr bitta o'rinda qolishdan. Maktabda senga buni o'rgatishmaydi, maktablar tayyorlamaydi lider. O'rta klass ishlaydi va doim deydi. Ular doim berganini yeydi.